Po'latjon, Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan kelgan ukamiz. Necha yoshsiz? 18. Bu bola nima sababdan qora ochki taqib o'tiribdi-kun, videoga nima sababdan ochki sinolmadi-kun degan savollarga hozir bir boshdan berib o'tamiz. Po'latjon, bu Hindiston davlati Dehli shahriga ko'zingizdagi muammo uchun kelgansiz. Nima bo'lgan sizga? Shoh parda ko'chishi, shu tabib dast tosh o'tib o'rgan, tafsir ko'rayotgan, o'shanda ko'rmay qolganda. Necha yoshligingizda? 4 yilcha oldin. 4 yilcha oldin. Ungacha ko'rgansiz, a? Ha, ko'rganman. Bemalol ko'rib yurarmidingiz? Undan keyin o'sha hozir 4 yil ichida umuman ko'rmagansiz. Yo'q. O'zbekistonda vrachlarga ko'rsatganmisiz? Borganmisiz? Ha, O'zbekistonda bo'lmaydi ishganda, bo'ldi video ishgan. Necha yil oldin ko'rsatgansiz? Har yil ko'rsatganmiz. Har yili ko'rsatgansiz. Qayta bo'lsa borganmiz. Lekin iloji bo'lmaydi deyilgan-a? Nima sababdan Hindistonga keldingiz? O'zbekistondan ham bittasi kelib, ko'zlari yaxshi bo'lgan ekan, qiz kelishdi o'zan keyin. Andijonga. Andijon. Andijondan borishga kelishgan-a? Ularda natija bo'lgan. Ha, ularda bo'lgan. Alisher aka, Po'latjon dadasi, o'g'lingizni mana Andijondan eshitib, shunaqangi kasalliklar bo'yicha natija bo'lganini eshitib turib kelgansizlar-a? Ishonib kelganmisizlar Hindiston davlatiga yo boraylikchi, qani degan maqsad bo'lgan xolosmi? Endi Hindiston davlatiga shu mahallamizdagilar kelganligi uchun biz ham ishonib keldik shu joyga. Xudoga shukr, mana ko'zlari sekin ko'rishni boshladi. Bu o'g'lingizda birinchi mana umuman ko'rmay qolganda ota-ona sifatida qanday holatga tushgansiz? Endi 4 yil oldin ko'rib yurgan bo'lgan. Bo'yi yetib qolgan bola ekan. Holat qanaqa bo'lgan sizlarda? Endi har bitta ota-ona ham o'zi o'ylaydi, kelajagini o'ylaydi, endi nima bo'ladi degan maqsadda. O'shanda ham o'qigan ekan, mana 4 yildan beri o'qiydi. O'qigan. Nechta farzandingiz bor? Bitta farzandim bor, shu bola Po'latjon. Po'latjon xolasmi? Umuman dangas ekansizlar, Alisher aka unda. Siz nima Rossiyada ishlab yurganmisiz? Keyin borganmiz Rossiyaga. Keyin. Bu boladan keyin borilgan, ha. Hozir shu bolani Hindistonda davosi borligini eshitib turib, olib kelishga qaror qildilaringiz. Bu yerda mana vrachning oldiga kirganingizda sizlarga garantiya berdimi, bermadimi? Vrach garantiya bermagandi. Boshdan 0% deganda ham o'zimiz qildiramiz dedik. Nima sababdan qildiramiz dedingiz? Shu joyga keldik, endi quruq qaytib ketamiz. Mana ukamizni ko'zlariga bilishimcha boshqa ko'z qo'yilgan, donorlik qilib, Po'latjon dadajonisini, onajonisini yakka yagona o'g'li ekan mana. Alloh suygan banda ekansiz uka. Shunday Hindiston davlatida ham katta malakali vrachlarimiz ham sizga garantiya bermagan ekan. Endi bitta narsa, Allohimga tavakkal qilgan insonni hech qachon ishini Allohim orqaga surmaganda, nimaga deyingda, bu narsa ko'p meni praktikamdan o'tgan. Sizni dadangiz sizdan Allohga tavakkal qildilaring, to'g'rimi? Pulini ham o'ylamadilaring-a? Qildiramiz dedilaringiz. Endi natijasi qanaqa uka? Natijasi bo'lyapti. Hozir sal ochilyapti ko'zim. Yorqin qaralmayapman, ochib taqib yuribman-da. Yoriqqa demak qaralmayapsiz. Ha, shu yoshlarim ketyapti. Oldin yoriq degan narsani sezmagansiz? Yo'q, men ochib taqmayapman. Xursandmisiz? Ha. Sizda qolgan bemorlarga nima tavsiya bera olasiz? Kelishsin, tekshirtirsin. Umuman iloji yo'q degan insonlarga ham iloji bormikan? Ha, bor ekan. Bu hozir haqiqatni gapiryapsizmi yoki? Yo'q, haqiqat rostdan ko'zim ochilyapti sekin. Tez emasmi, lekin hamma sekin yorug'lar ko'rib, ochilyapti. Yorug' dunyoni his qilyapsiz, a? Ota-onangizga nima demoqchisiz? Rahmat. Chunki sizni yoningizdagi yo'ldoshingiz, a? Ikkala ko'zingiz, qalb quyoshingiz ota-onangiz, to'g'rimi? Ha. Ikkala ko'zingiz nima operatsiya bo'ldi, Po'latjon? Ha, ikkalasi bo'ldi. Bo'ldi, ochkini taqoring, hozir yoshlari mana qiynalyapti. Chiroyligina yigitimiz. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib 6 oydan keyin qayta ko'rikka kelsa, o'zi aeroportda kelish niyati bor. Alisher aka, sizga shu yerga kelganingizdan beri Hindistonga, O'zbekistondan sizga savollar kelyapti, to'g'rimi? Boribsizlar, qanaqa natijalar bo'lyapti? Biz ham borsak bo'ladimi degan savollarga nima deb javob beryapsiz? So'raganlarga hammasiga tavsiya qilaman. Kelsin. Operatsiya qildirishsin. Narx-navosi qanaqa ekan? Narx-navosi bo'ladi. Qimmat emas, arzon emas, o'rtacha. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu bitta farzandlaring 10 bitta bo'lib, nabira, chevara, evaralarni ko'rib yurishlik nasib qilsa. Mana musofir joylarda, ulug' kunlarda shu yerlarda kutib oldilaringiz.
Men juda ham xursandman, chunki mana shu kungacha video qilmadim. Endi mana xalqimga ko'rsataman natijasini. 6 oydan keyin yana ham chiroyli natijalar ko'rsataman. Sog' bo'linglar. Alisher aka, yana bitta narsa, bizni tarjimonlarda qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. Hindistonda qiynalmadilaringizmi? Pullardan aldovchi? Yo'q. Yo'q-a? Hammasi. Sog' bo'ling.